Uyg'ur tilidimi hozir cho'ng bo'lgan bola yomon qiziqarliq kelib qo'ydi. Qachon sizlarning o'ydimi shunday ahvol bor. Bir kun ukam bilan paranglashib qopdik. Ya'ni işte wow deb vaqaganti deydi. Şunu kulib ketib nimda desa deb. Yeni bir kun qarsam, apam beshim tutib qo'ying debdi. Shundan chazınızı selana beşiniz tutup qo'yay dedi. Chazınızı elbetdan to'g'rildi. Chazınızı selana beşiniz tutup qo'yay dedi. Şu to'g'riga qilgan deb biz kulib ketamiz. Shunga o'xshash ahvollar qachon sizlarning o'ydim bor. Undan so'ng degan ko'pincha xatolik o'tkazib qolgan, ya'ni Uyg'ur tilidagi shu ovozlarni sifatlaydigan so'z bilan davlat tilidagi ovozlarni sifatlaydigan so'zni tang biriktirib o'rganib olaylik do'stlar. Masalan, qavdi deymiz hamdi. Av deb qavdi deymiz. Buni davlat tilida ishning qavgan ovozini biz Uyg'ur tilida hav degan bilan davlat tilida vang deb ifodalaymiz. Vang jiao, go vang jiao. Hav deb qavishidi degan gap bu. Yana masalan qo'y mardi deymiz go. Qo'y ma deb mardi deymiz go. Davlat tilida mie jiao, mie jiao, yang mie jiao. Qo'y ma deb mardi degan gap. Yana masalan, mushu bo'ron gür bo'ron chiqdi deymiz go. Gür bo'ron chiqdi deganni davlat tilida feng hu chui deymiz. Hu degan shu bo'ronning ovozini sifatlab kelgan so'z. Shu gür deb sifatlaymiz Uyg'ur tilida. Davlat tilida bo'lsa hu chui feng hu chui va yoki hu gua feng, shiba hu. Yana masalan ko'p uchirtadigan shu ha da xiao degan sizlar cho'qim uchirtib baqqan. Yani ha degani shu kulgandagi ovozni sifatlash uchun kelgan so'z. Uyg'ur tilida hamda ha qilib qaqaqlab kulib ketdi deymiz. Davlat tilida dal ha da xiao. Yana masalan shu bola yig'ladi, chiqirib yig'ildi deb deymiz Uyg'ur tilida. Davlat tilida yig'lagan ovozni sifatlash uchun va da ku deymiz. Va da ku. Yana masalan eshikni tok qilib chekdi deymiz biz. Shu tok degan shu ovozni sifatlash uchun kelgan so'zg'u Uyg'ur tilida. Davlat tilida dong chao men sheng, dong chao men sheng. Tok qilgan eshik chekkan ovoz degan gap bo'ldi. Dong degan so'z bilan ifodalaymiz. Yana masalan pultong qilib suv tushib ketdi deymiz Uyg'ur tilida. Pultong degani hozir suv tushgandagi ovozni isbotlash uchun keldi-ku. Davlat tilidami pu tong yi sheng diao jin shui li deb pu tong degan so'z dal suv pultongda tushib ketganlikni ifodalaydi. Pu tong yi sheng diao jin shui li. Uningdan sirt masalanga mushu suv shaqirab oqdi yoki yomg'ir shaqirab yog'di deb mushu suvlarning pastga oqqan ovozini sifatlash uchun hua liu shui sheng yoki hua xia yu sheng mushu yomg'irlarning shaqirgan ovozini sifatlamoqchi bo'lsak hua degan so'zni ishlatamiz yoki bir yerdan suv shalaqshib tushgan ovozni ifodalamoqchi bo'lsak o'xshashlar hua degan so'zni ishlatamiz. Ügün oldinglarmi do'stlar? Mushu ovozga aloqador sizlar yana qaysi so'zlarni bilsizlar va yoki men ustida misol keltirib bergan mushu ovozni bildirgan so'zlarni jumla qilib tuzab yolonchida avasanglar bo'ldi do'stlar. Anandagi mau 12-chi oylik grammatika darsimiz hamda ig'iz til kuchaytirish darsimiz boshlanish oldida hozirdan boshlab ayrim uchur qilib tizimlasanglar bosh betda o'rnidar nomer bor. O'xshashlamishda o'yinda mansishni qilayotgan do'stlar xafa bo'lmay bosh betdagi o'rnidarni qaytib men uchur qilsanglar va yoki o'zinglarning nomerini avasanglar bo'ldi. Men boshqa uchurlarga javob qaytarib bo'lmayman. Keyingi san ko'rishaylik do'stlar.